O'sha kungi tantanada qatnashgan yoki uni oynai jahonda kuzatgan odamlarning hammasi o'zining yoshligini esladi va qo'msadi menimcha. Farruh Zokirov hamisha ana shunday yoshlik, shijoat, mehnat va ilhom timsoli bo'lib yodda qoladigan inson menimcha. Oylar o'tib, yillar o'tib, bog'lar ochilib, kelganday bo'lib sho'xliklar qaytib. Sochlarimga yog'sa ham qor, sevgim bir bahor, kuylasa takror, qo'limdagi dor. Eslab, eslab, sog'inaman. Bu ovoz millionlab insonlarning ulkan sog'inchi. Kamida 4 avlodning umriga teng san'at egasi, 9 yilning xalq artisti. U kelib diyoni kuylaganda kelinlar o'z nikoh to'yiga kirib keladi. Omon yorni tinglaganda raqqos bo'lmaganlar ham oyoqqa turadi. Majnun to'la aytilganda san'atkorning kuchi bilinadi. Toshkanim onam deganda Toshkentga bir bor kelganlarning ham, balki kelmaganlarning ham ko'zlari namlanadi. Sen o'zing nimasan? Kimsan o'zing nimasan? Sehrgarmisan? Sehrgarmisan? Hozir esa Ko'ksaroy yo'laklarida kamtarin bo'lib turgan Farruh Karimovdan so'rayman. Juda qattiq o'yga cho'mgansiz. Nimalar o'tyapti xayolingizdan? Voy, yaratganning o'ziga behisob shukr. Hozir xayoldan nimalar o'tyapti? Avvalambor ko'zim oldida rahmatli adam, rahmatli onamlar, Botir akam. Shular ko'rgandek, mana bizning sulolamiz meni orqali yangi O'zbekistonda xizmat qilish davom etyapti. Yaratganning o'ziga shukr, behisob shukr. Buni nima deydi? Rejalashtirib bo'lmaydi. Ha, hayotni rejalashtirib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, qanday oilada tug'ilishni va shu oila orbitasidan chiqmagan holda yangi yulduz bo'lib porlay olishni hamma ham udda qila bilmaydi. Muvaffaqiyatni, xalq mehri va olqishni, 50 yildan ziyod ijodda sobit qolishni, birinchi notadanoq faqat va faqat shlagerlarni yaratishni, dunyoning hamma yerda o'zbekning borligi va kimligini ko'rsatishni, qo'yingki 80 yilning qanday o'tishini inson oldindan bilmaydi. Bu Farruh Zokirov fenomeni bosib o'tgan yo'l. Bir umr butun dunyoga birdamlikni, do'stlikni, ahillikni ko'rsata olgan ansambl. Farruh aka bilan doim birga bo'lishga sabab bo'lgan narsa nima edi? Sabab bo'lgan narsa shuki, biz ansambl deb bilmaymiz o'zimizni. Biz bir oila deb bilamiz. Keyin meni esimda-yu Farruh akam masalan yo bizani yig'ib olib, yo o'zlari biron narsa gapirganlari yo aytgan. Farruh akam o'zlarini mehnati bilan, yo ishlari bilan ko'rsatadi bo'ldi. Farruh Zokirov fenomeni juda katta ulkanda, faqat O'zbekiston doirasida emas. 9 ta davlatda xalq artisti bo'lganlar. Sizlar bormagan manchi kontinent qolmagan, uncha davlat ham qolmagan. O'zbekiston borish mumkin bo'lgan hamma joyga borgan bo'lsanglar kerak. Bormagan joyimizni yetish oson. Osonroq, xuddi shunday. Hech hisoblaganmisizlar qancha repertuaringlarda qo'shiqlar? Hisoblamaganmiz hech qachon. Ba'zilar aytadi, Farruh Zokirovga hamisha osonda deb. Buyuk sulola, akasi Botir Zokirov, san'at yo'li tayin, yalla esa hamma davrning eng erkak ijodiy guruhi bo'lgan deb. Yo'q, Zokirov va uning yallasi sahnalarda baralla kuyla olmagan. Bunga yo'l berilmagan yillar ham o'tdi. Balki shuning uchun ham Ko'ksaroyda Farruh Zokirovning 80 yillik yubileyiga mezbonlik qilgan prezidentimiz so'zini inson qadri bu baxt deya boshlagandir. Yangi O'zbekiston nimada mujassam topgan? Xalqning baxti, xalqning qadri. Davlat rahbari bosh vazirlik paytlarini esladi. 15 aprel Madaniyat va san'at vakillari kunida o'tgan bu yubiley o'tgan armonlarning hosilasi ekani tushunildi. O'zimda mashinamda o'zim rolda yurib, borib Farruh Karimovni tabriklab kelganman. Bu tarix bo'lgan esimda bor. O'sha kuni bilasizmi, muloqot qilganmiz. Kichkinagina bog'larini ko'rsatgan, daraxtlarini ko'rsatib, gullarni ko'rsatib, kennoyimiz yaxshi ovqat qilib berdilarda. Ochiq gap kuldik, lekin yig'lab tug'ilgan kunda o'tkazgan kunlarimiz bo'lgan.
bilasizmi, Farruh akaning yubileylarini nishonlanishi faqat ularning o'zlariga emas, bu sulolaga hurmat emas, balki butun madaniyat san'at vakillariga bitta ishora. To'ppa-to'g'ri. Xalqing uchun xizmat qilsang, uni qalbida bo'lsang, shuncha yil ijoddan qaytmasang, tashlab ketmasang har xil paytlarda ham baribir seni shu xalq yana mehriga oladi, quchog'iga oladi degan ishorani ko'rdim men. Albatta bu masalan ilhomlantiradi, ijodga undaydi. Masalan bu o'zi emas bu 80 ga kirish etilishi oson, lekin uni yashash kerak. Xalqqa ozgina bo'lsa ham kerakligimizdan, ozgina bo'lsa ham shu san'at oziqasini bera olishimizdan faxrlanamiz. Bizni vazifamiz umrimiz oxirigacha agar tanimiz sog' bo'lsa, xizmat qilish yurtimizga, vatanimizga. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovdan so'rayman. Bir kun avval davlat rahbari soha xodimlariga yo'llagan bayram tabrigida madaniy diplomatiyaga urg'u berdi. Nima uchun? Achchiq bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham aytishim kerakki, kechagina biz umuman mana shu xalqaro maydonlarga chiqish yoki ularga bir yordam berib bugun o'sha tadbirlarda ishtirok etishini ta'minlash u yoqda tursin. Biz iloji boricha shu bormasligiga harakat qilardik, ta'bir joiz bo'lsa. Vizani olish qancha? Umuman yo'q, savol juda ko'p edi. Nimaga boradi, nimaga kerak, nima qiladi, erta umuman kerakmi, yo'qmi degan ming xil savollar bilan xullas imkonsiz narsalar. Bugun lekin oddiy Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi bir musiqa maktabida tahsil olayotgan bir qorako'z bugun Angliyadagi yuqori darajadagi bir xalqaro tanlovda ishtirok etish uchun hech qanaqa to'siq yo'q. Bugun hamma yo'llar ochiq, imkoniyatlar ochiq. Hattoki ta'bir joiz bo'lsa, ayrim jamoalarimizni chet el gastrollarida yurganini men ijtimoiy tarmoqlardan ko'raman. Shu darajada erkinlik, ya'ni shu darajada ochiqlik bugungi kunda aynan bizning san'atimiz, madaniyatimizni dunyoga yoyilishiga ham juda katta imkon beryapti va bu albatta har bir ijodkorga faxr hissini taqdim qiladi. Butun bir oila, bir sulola, butun bir avlodning o'z umrini san'at va madaniyatga bag'ishlashi dunyoda kamdan kam uchraydigan hodisa, dedi davlat rahbari. Farruh Zokirov esa bu sulolaning an'analarini munosib davom ettirdi va o'zbek milliy estradasini yangi davrga olib kirdi ham. Siz nafaqat xalqimiz, balki butun Markaziy Osiyo, hamdo'stlik davlatlari va turkiy ellarning sevimli san'atkorisiz. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti degan faxriy unvon bilan bir qatorda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ozarbayjon, Tatariston, Boshqiriston, Ingushetiya xalq artisti degan faxriy unvonga sazovor bo'lganingiz ham ijodingizga berilgan yuksak baho deb o'ylayman. Yalla pop musiqaga o'zbek cholg'ularini qo'shdi. Xalq kuylari va ohanglari, laparva aytishuvlarga kuy bastaladi, qo'shiq yozdi, boshqa tillarga o'girdi. Jahonni o'zbeklar hayoti bilan tanishtirdi. Ayron uzun bo'yiga, oshlarning kuyiga, yallama yavrum yalla, yalla olashay, belallashay, ustama to'rtta bo'lishim, hasratlashay. Tantanada Farruh Zokirovning ko'p yillik samarali mehnati, milliy madaniyatimiz va san'atimizni rivojlantirish yo'lidagi fidokorona xizmatlarini munosib taqdirlash maqsadida prezidentimiz tomonidan alohida farmon va qaror imzolangani e'lon qilindi. Bundan buyon Yashnobod tumanidagi 7-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi Farruh Zokirov nomi bilan ataladi. Shu maktabda Yalla nomidagi bolalar ansambli tashkil qilamiz. Yoshlar ijodiy laboratoriyasi tashkil qilamiz. Zamonaviy ovoz va video yozish studiyasi tashkil qilamiz. Ustoz shogird an'analari asosida estrada yo'nalishi bo'yicha ijrochilik mahorati sinflari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ustoz ijodkorlarning oyligiga qo'shimcha 6 million so'mdan ustama to'lanadi. Maktabda a'lo bahoga o'qiyotgan o'quvchilarning 10 nafari ixtisoslashgan san'at va madaniyat maktabi hamda maktab internatlariga imtihonsiz qabul qilinadi.
Ko'ksaroydagi eng kichik mehmonlar e'tiborimni tortdi. Sezdimki, bular o'sha 7-maktabning o'quvchilari. Как городов на свете много, но самый лучший без прикрас лежит в отрогах гор высоко-зеленый город Шахрисабз. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Siz nima hozir degan bo'lardingiz o'sha yalla ansamblini badiiy rahbari bilan uchrashganingizda? Men sizni maktabingizda o'qiyman dersizmi? Men gapirardim. Sizni kichkinaligimdan eshitganman. Hozir ham eshitib kelaman. Ismingiz nima sizning? Abu Bakr. Abubakir, ketdik, balki Farruh aka oldiga boramiz. Ketdik. Gaplashamiz? Ketdik, yuraylik. Ha, davay. Zo'r-ku. Momentdan foydalanaylik, qo'yishamiz lavhaga. Ketdik. Sizni nomingiz bilan nomlanadigan maktabni birinchi o'quvchilar bitiruvchilari. Sizni birinchi emas, bu eng kenja shogirdlaringiz bilan. Birinchi sinf ekan. Evara shogirdingiz. Shahrisabz aytdi. Bo'lsa 3 quduq edi. Bu chayxonani kuyladi. Men kichkina Farruh akalarni topib keldim oldingizga. Siz juda katta muxlisizman. Rahmat. Rahmat. Hali oldingizga boraman, birgalashib darslar qilamiz, choy ichamiz, maktabda uchrashamiz deb va'da berdi ustoz Farruh aka. Abu Bakr Azamov, Firdavs Avezov, Muslim Piyazovga. Ehtimol yosh yalladir bular. Tantananing markaziy voqeasi Farruh Zokirovni davlatimiz rahbari buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotladi. Yilligimni nishonlayotganimda iltimos shu hamma tabriklarmi yo qandaydir mukofotlar bo'lsa shu sizni qo'lingizdan olish nasib qilsin. Aslida yillar shunchaki raqamlar sanog'i, haqiqiy umr hisobi esa isming aytilganida odamlarning reaksiyasida ko'rinsa kerak. 50 ga endi kirdingiz deya lutf qildi prezidentimiz. Demak, hali yallaning qiladigan ishi ko'p. Ordenlar, mukofotlar odamlarni bezaydi, lekin siz bu ordenni bezab turibsiz. Haqiqiy mehnatingizga mos, buyuk xizmatlar uchun ordeni. Endi avval ham intervyuda gaplashdik, lekin hozir gaplashmasak bo'lmaydi. Prezidentimiz ko'p yangiliklarni aytdi. Qaysi biri siz uchun eng qadrli bo'ldi? Hammasi qadrli. Endi ayniqsa shu eng nima deydi, aziz narsalardan boshladilar. Inson qadriyati. Inson qadri. Bunga nima yetsin, bunga nima yetsin. Men o'ylaymanki, to'g'ri tushuninglar. Albatta mukofotlar juda ham sharafli. Lekin prezidentimizning gaplari, inson qadri. Chunki avvalambor o'zlari ko'rsatib beryaptilar. Inson qadriyati qanaqa bo'lish kerak ekan. 40 dan o'sha oshdi, 50 dan ham oshdi. Ayirib tashlaylar dedilar, yo'q, 40 yilda. Men bunaqasi bo'lmadi. Sizni nomingizda endi maktab bo'ladi alohida. U maktabda yosh yalla ansambli ham bo'ladi va ularni Mana buni alohida gapirmoqchi edim. Shunaqangi zo'r g'oya bu. Mana bu Xudo xolasa kelajak avlodni rivojlanishida juda ham mustahkam bu ildiz. Maktab. Endi to'g'ri, shunaqangi sharaf meni nomimdagi maktab, musiqiy maktabi, lekin o'zlari qarang, shuni hamma haligi punktlarini yozib berganlari. Ilhom baxsh prezidentimizning buni takliflari, mukofotlari bu ilhom baxsh. Xuddi Uchquduq, xuddi Shahrisabz kabi yangi shaharlar nomi ham endi ijodingizda paydo bo'lsa ajab emas bugungi kunda. Yashang, mana ham aytdilar, agar iloji bo'lsa, agar shoirlarimiz yozganda chiqib bir qandaydir g'oyalar keldi, qandaydir ohanglar kelib qoldi. Bu yana ijodiy bosqich. Tongni talqon qilishga tayyorman. Oxirigacha mana shu vatanimga xizmat qilishga tayyorman va nima deydi, men uchun bu katta sharaf. Juda katta sharaf. Ko'ksaroyning Nurafshon zalida bo'lgan san'atkorlarning hammasi ham vatan haqida kuylagan, xalq xizmatidagi insonlar. Davlat rahbari ko'rsatgan ehtirom Farruh Zokirov misolida hammaga aytilgan mujda edi. Xalq mehrida bo'lsangiz, davlatning ham mehridasiz, e'tiboridasiz. Yurt ishqidan yorma